Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Cobalt sotuvda. Yili 2025 Oqsvet yurgani shu 50 ming atrofida deyapti. Hozir mana ochib ko'rsatamiz. Xo'p, mana salonlar yaxshi qirilib chizilib ketgan bas. Xo'p. Ovqatni ochdi mana. Propan qo'yilgan ekan, 4-pokoleniya. 4-pokoleniya propani bor. Xo'p. Kraskalari toza. Kraskalari toza ekan mana. Xo'p, mashinamiz yumshoq balonlarda. Balonlar tishlari ham yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xo'p, nomerda hozir qo'yib qo'yamiz ekranga. Avtomat korobka. Full variantidan. Narxini 12 mingdan tushib beramiz deyapti. 12 mingdan tushib beramiz deyapti narxini. Aloqaga chiqinglar, tortishib kelishib olinaveradi. Shu generalni berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Nomerlarni mana ekranlarga qo'yib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.